Shoshmang, sizga xat bor. Xat? Xat. O'zingiz cho'ntagingizdan chiqdi, o'qimaganmidingiz? Buni. Tomoshabinlardan-ku. Biz yosh xonanda Alimardon To'rayevning qo'shiqlarini har kuni eshitishni xohlaymiz. Voy bu, Mardon aka, juda ham mashhur bo'lib ketyapsiz-ku. Kecha studentlar yotoqxonasi yonidan o'tib ketyapsam, tunokini televizorda aytgan ketmoqdaman qo'shig'imni eshitib qoldim. Magnitofonga yozib olish. Ha. Afsus. Oyim ko'rmadilar-da, shukrlarni. Aytgandek, Mardon aka, oyimlarning suratlarini kattalashtirib kelganman. Sizni suratlaringizni ham to'plab qo'ydim. Hamma yoqda sochilib yotgan ekan. Mana, Mardon aka. Qalay? Oyimlar. Oyim. Tog'amni so'radi. Tog'amnimi? Bularchi? Dadamni o'rtog'i. Mana dadam o'sha o'rtoqlari bilan. Qarang, Mardon aka. Dadamga o'xshar ekansiz. Qayerdan oldingiz buni? Suratlarning orasida bor ekan. Nima qilibdi? Yirtib tashla. O'zingiz o'rtog'ingiz-ku? Yirtib tashla deyapman senga. Monitorga qaraganda hamma ko'ngli yorishib ketdi, chunki siz bugun yana bir marotaba xalqimiz ichida Alimardon To'rayev nomi bilan shuhrat qozongan betakror aktyorimiz. O'z rollarining mohir ijrochisi, O'zbekiston xalq artisti, elimizning suyuklisi betakror Lutfulla Sa'dullayevni hozir ko'rdingiz. Anchadan beri sog'inganlarki bor, hozir lablarida tabassum yugurdi va ular aynan davramizda bugun ularni xotirlash uchun kelgan insonlarni ham ko'rishga mushtoq. Studiyamizda barcha ularning yaqinlarini va albatta ular bilan birga ishlagan shogirdlarini ko'rayotganimizdan xursandmiz. Studiyamizda xush ko'rdik, xush kelibsizlar. Shunday bir she'r borda, akademik shoirimiz Abdulla Oripovda yillar umrimizga qilur mushafqat. Biror ish bormikan aylagali yot. Barchasin tiklasa bo'lar-ku, ammo tiklanmagay. O'chsa xotirot degan she'ri aynan mana shu dasturimiz uchun yozilgandaydi. Shunday insonlar millatimizda yashab o'tishgan kim? Ularning hech qachon xotirasini unutib bo'lmaydi. Bizga buni haqqimiz yo'q. Keling, bo'lmasam bugun biz dasturimizda xuddi mana shu inson atrofidagi jamiki bo'lgan ularni qilgan yaxshiliklari bormi? Ulardan qolgan izlar bormi? Albatta mana shular haqida batafsil suhbatlashamiz. Va albatta yoshi ulug' inson Xayl akamdan bugun boshlasak. Xayl aka, Lutfulla akamni ko'rgan inson darrov motivatsiya olib ulardan kayfiyatlari ko'tarilardi-da. Chunki ularni tiynatlarida shunaqangi bir yana bir odam yashardi-ki, u faqat o'sha insonga chiroyli bir pozitiv kayfiyat berardi. Gapimga qo'shilasizmi yo'q? Albatta qo'shilaman. Endi buni olib qarasa, hozir men gapirishga qiynalsam kerak. Chunki mana bu yerda boshqalarni bilmadim-u, men bilan sal oldinroqdan boshladigan bo'lsam, sababi nimaligini aytib beraman. Eng yaqin sirdoshlarisiz. Ha, sirdosh. Men 1940-yil 6-dekabrda tug'ilganman. Lutfulla
40-yil 18-dekabrda tug'ilgan. Oramizda 12 kun farq bo'lgan xolos. Gap shundaki, bizni buvamiz tirik bo'lganlar u paytda. Sa'dulla qori. Men bu narsani Yarapambi yozgan katta hovli degan kitoblarda o'qib, o'sha narsalarni eslaganman. Mazalari bo'lmay qolganda buvamizni bir taraflariga mana yo'rgaylab yotqizib qo'yishgan, bir tarafida Lutfulla yotgan. Bu hayotdagi eng kerakli narsalardan bittasi. Buvamiz yozishlaricha oldin bittamizni o'pib, keyin ikkinchimizni o'pib, ikkalamizga duo qilganlar. U duolar juda ko'p bo'lgan. Ana shundan bo'lsa-ki, biz ikkalamiz birgalikda o'sganmiz. Katta hovlida amakivachchalar, xolavachchalar hammasi birga bo'lgan. Ana o'sha yerda bolaligimiz o'tgan. Taxtapil 147-uyda. Shunda yaxshi bo'lib ketganmiz. Bir-birimiz bilan talashganmiz. Kichkina bolalar qanaqa to'polon qilsa, birga to'polonlar qilganmiz. Lekin bir-birimizni qattiq dilimizni ranjitmaganmiz. Ana o'shandan bo'lsa kerakki, biz katta bo'lib, bog'chaga borib, maktabga borib, maktab bitirgandan keyin o'qishga kiramiz deb ikkalamiz imtihon topshirganda teatr rassomchilik institutiga borganmiz. Buni aytishim shart bo'lgan narsalar bilan. Ajrashmaganmiz shunda ham. Bitta institutda o'qiganmiz. Bir joyga qatnaganmiz. Birgalikda o'shatdan hamma narsa birga ketgan. Keyin ikkalamiz ham yosh tomoshabinlar teatriga ishga kelganmiz. Men boshqa teatrga borishim kerak edi. U boshqa teatrga borish kerak edi. Yo'q, biz ikkalamiz shu teatrga kelganmiz. Ana o'sha yerda uzoq davr ishlaganmiz. Birgalikda. Qancha rollarda birgalikda ijro etganmiz. Men bor spektaklda u albatta bo'lardi. U bor spektaklda men albatta bo'lardim. Agar etadigan bo'lsam, katta rollarda ijro etganmiz. Elimizni nazariga ana o'sha teatrda olgan saboqlarimizdan, institutda olgan saboqlarimizdan keyin kirib borganmiz. Bu Alimardon To'rayev, bu Shumbola. Teatrdagi har bitta spektaklda bor edik-da. Birgalikda yana bitta narsani aytib, Komsomollar laureatini bir kunda olganmiz. Biz bilan qo'shilib rahmatli Abdulla Oripov ham bir kunda olganmiz. Bu tarix bu. Tarix. Xizmat ko'rsatgan artist, xalq artistlari lavozimiga yetdik. Bu katta baxt. Albatta. Ko'pchilikka nasib etadigan emas. To'g'ri, tortishgan paytlarimiz ham bo'lgan. Rollarda bir-birimizga jahl qilgan payt u hayot bu narsa. Lekin buni hammasini zaminida bizni jigarligimiz turadi. Birgaligimiz turadi. Shuncha yillar davomida birgalikda ketma-ketiga bir joyda ishlashi o'zi ko'pchilikka nasib etmasa kerak deb o'ylayman. Yo'q, bu rostdan ham shunday. Va taqdirimiz ham qarangki, taqdir ham demak birgalikda bitilar ekanda. Onani qornida o'sha homilani 3 kun bo'lganda taqdir bitilar ekanda. Qarangki, qismatdoshlar sifatida bularga bir xil taqdir bitilgan ekanda. Albatta. Yana har ikkalasi ham aktyor bo'lish saodati. Bu albatta mana shunday saodat bilan ham sizni, ham bugun xotirlayotganimiz Lutfulla Sa'dullayevni albatta muborakbod etamiz. Bu haqiqatan ham elimizda, yurtimizda bir katta bir hodisada. Bitta narsani yana sizdan so'ramoqchiman. Bu albatta o'sha qalbimizdagi og'riqlar, bugun shularni og'riqlarini gapirmasak bo'lmaydi. Haqiqatan ham yaxshi insonlarni, iste'dodli insonlarni sen zo'rsan deb vaqtida aytmaymiz, oyog'idan ko'proq chalamiz. Esingizdami? Teatrdan ketgan kunlarida operatsiya bo'lib qaytdilar Hindistondan, lekin o'sha paytda ularni teatrdan vaholanki ishdan bo'shatishdi. O'sha yerda ham siz yana jonlariga oro kirib, sekingina bu yoqqa kel, mana hozir senda yana yo'l ochildi deb turib yordam bergansiz. Albatta siz bu narsalarni aytmaysiz, Xayr aka. Nega shunday bo'ladi? Odamlarda o'zida bir-birini ko'ra olmaslik degan so'z bor. Masalan, men o'ynagan rolni boshqasi o'ynamoqchi bo'ladi.
qanaqa o'ynaydi xudo biladi. Men o'ynab o'rganman narsani. O'ynagandan keyin yomon chiqsa, yomonlik emas meniki degan. Bunaqa so'zlar shu san'atda bo'ladigan narsa. Teatrda bor narsalar bo'lar. Teatrdagi talashish endi chuqurga uni har doim tortib turiladi, tortilmasa bo'lmaydi. Chunki u ham kerak, bu ham kerak. Ishlash kerak. O'z ustida ishlash kerak. Lekin biza ikkalamiz ham o'zimizni ustimizda baravariga ishlaganmiz. Lekin atrofdan har xil gaplarni eshitardik. Vay. Bo'lmabdi. Bir ko'r, o'zing ko'r. Qo'lingdan kelsa qil, orttiribroq qil. Ana shunaqa gap. Orttirib qilolmagandan keyin insonning qanaqadir bir g'arazli tomonlari ochilib ketib qoladi. Alam qiladi. Alam qiladi. Lekin alam qiladimi, yo'qmi? Baribir bitta narsa haqiqat. Muxlislarni xalqni sotib olib bo'lmaydi. Muxlislar o'zi bilishadi. Albatta. Ular albatta har bittasiga o'sha Shumbola deb nom qo'yadimi, Alimardon deb nom qo'yadimi va qanday alqab yaxshi ko'radi, bu xalq o'zida qolgan gap. Kimning yuragiga qanaqa tushadigan bo'lsa, o'sha narsa xalq san'atkorlar eng, masalan, men o'zimni eng yaxshi ko'rgan duolarimdan bittasi yurtimni, elimni, xalqimni nazarida bo'lay deyman. Biz shunaqa qilib ishlardik. Albatta. Bizga shunaqa qilib ta'lim berishgan edi. G'arazlikni qilish emas. Qo'lingdan kelsa, mardi maydon. Albatta. Chiq, qoyil qil. Biz ham tan beramiz. Qancha odamlarga tan berganmiz, qo'limizdan keladi. Azizlar, dasturimizni nima uchun aynan mehr oqibat, nima uchun insonni tirik chog'ida unga zo'rsan deb aytish uchun o'zimizda shafoat topishimizdan boshlamadik. Chunki bugun biz qancha dasturlar qilmaylik, ma'naviyat haqida qancha ko'p teatrlar bo'lmasin, kinolarda qanchalik bir gapirilmasin, agarda bu narsalar mana shu yerdan, mana shu Dumaloq stol atrofidan, nima uchun Dumaloq? Chunki bu hamma insonlarni o'sha birlashtiradigan, hamma narsa qaytguvchiligi va albatta zaminimizni bu shaklidan tashqari bu insonlardagi bor mehr oqibat nimaiki qilayotgan bo'lsak hammasi qaytguvchiligiga bir albatta ishora. Studiyamizda yana bir marotaba xush ko'rdik hammalarni. Endi esa O'zbegimni, endi albatta Zaynab begimida. Biz bunaqangi Zaynab bilan albatta faxrlanamiz va chiroyli olqishlarimiz biz O'zbegim Zaynabiga eng avvalo. O'sha chiroy, o'sha salobat, o'sha dilbarlik hali ham bor. Gulchehra opajon, siz va Lutfulla akam haqida juda ko'plab dasturlar tayyorlaganmiz. O'zingiz bilasiz buni. Hattoki o'sha buni hayot deydilar ko'rsatuvimizda ham juda ko'p hech qayerda gapirilmagan gaplarni mazza qilib gapirgansizlar. O'sha uzuk jamoldagi obrazingiz orqali bu inson bilan yana taqdiringizni bog'langanligi bu yaratganni yana bir mukofotida sizga to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Tanishganimizda xuddi kechagidek bo'lganda nazarimda. Shu 17 yoshimda Xidir Zirayevni Qismat degan 4 seriyali postanovkasida bosh qahramon Uzuk Jamolni o'ynaganimda uni sevgan yigiti Berdini Lutfulla aka o'ynaganlar. Shunda biz endi unda men maktabda o'qiydigan paytim edi. Lekin 8 mi 9 mi yodimda yo'q, sinfda o'qiyotganimda barcha qizlar Lutfulla akaga oshiq bo'lganda, men sinfkom bo'lganman, endi husni xatim chiroyliroq bo'lganmi, qizlar xat yozamiz deyishgan. Lutfulla Sa'dullayevga o'sha paytda otalar so'zida chiqardilar, bosh qahramonlar o'ynab xat yozganmizda, juda ham sizni xalq sevadi deganmanda qizlarning iltimosi bilan. Men ham sizdek aktyor bo'lmoqchiman, buning uchun nima qilishim kerak deb Gulchehra Zufarova deb yozganman. Qarangki, taqdiri vaqtlar o'tib o'sha Uzuk Jamolni o'ynadim. O'ynaganimdan keyin o'sha xatimni Lutfulla aka haligacha olib qo'ygan ekanlar-da. Hali ham korobkada arxiv turadi.
bir-birimizga yozgan xatlarimiz, gastrolga men siz ketsalar yo men ularsiz ketsam yozgan xatlarimiz hammasi haligacha saqlanib turadi. Endi Lutfulla aka boshqacha insondilar-da, baribir. Menga Allohim Lutfulla aka orqali baxt berdi-da. Juda baxtli hayot kechirdim. 53 yildan keyin baxtim yo'qolib qoldi. Azizlarim, bitta narsani aytaman, Lutfulla akam yo'q bo'lsalar mana akamlar, Xayrilla akam umrlari uzoq bo'lsin, Yodgor akam qo'llab, quvvatlab turishadi. Men juda xursandman, lekin yana bitta narsani aytamanki, Lutfulla aka hali yashashlari mumkin edi. Achchiq bo'lsa ham haqiqatni gapirib tan oladigan vaqt keldi. Men yoshligimda juda ko'p o'ylardim, nima uchun shunday mashhur inson, Shukur Burxonovdek insonni oxirgi payt mehnat daftarchalarini tashlab ketishgan deb. Qarangki, shunchalik taqdir og'ir narsa ekanda, shunchalik ulug' bo'lish, mashhur bo'lish qiyin ekan, insonni umriga zomin bo'lishgacha yetib borar ekan. Shunday buyuk inson nega shunaqa qildi deb ko'p o'ylardim, lekin tushunmasdim. Yillar o'tdi, o'zimga boshimga ham tushdi. Xuddi shu narsa. To'g'ri, ustozim endi Shukur Burxonovchalik deb ayta olmayman endi. Baribir o'zlariga xos muxlislari, sevgan odamlari, mana akalari bor, Xayrilla aka. Alimardon To'rayev. Baribir Alimardon To'rayev, lekin Alimardon To'rayev qilgan bu bilasizmi kim? Bu Hoji Akbar akani qo'shuvlari. Alimardon To'rayev qilgan, ayniqsa hali ketmoqdaman qo'shig'ini. Men hozir aytib beraman yana, hattoki Lutfulla aka oxirgi payt g'alati bo'lib qoldilar-da. Nuqul menga yaxshi yashadiga, chiroyli yashadiga deyordilar. Go'zal yashadik, Lutfulla aka, nega unaqa deyapsiz desam, bitta narsani senga iltimos qilamandirlar. Nimani desam, ketganimda qulog'imga ketmoq tomonni qo'yib qo'yinglar turdilar. Men qotib qolganman. Unaqa demang Lutfulla aka. Biz Tohir Zuhra biza bir kunda keldik, bir kunda ketamiz derdim. Desam, esing joyidami? Tillari sal o'tkirroqda, achchiq haqiqatni gapiradigan insondilar. Sen mendan 10 yosh kichkinasan. Bolalar uchun nevara, avaralarni to'yini ko'rish uchun, muqaddasni bolalarini to'yini ko'rish uchun yashashing kerak derdilar. Hayron qolaman, har gal statsionarda yotganimda yuragingizda suv bor deydi. Suv to'la yurakni ko'rmaganmiz deyishdi. Yarmi o'ng boshlig'ida suv to'la ekan, qarang. Nimadan ekan u? Bilmayman, ko'zdiga yosh qurib, yurakka tushganmi bilmayman. Shunaqa bo'lar ekan. Bunday bo'lgan. Bir chiroyli, go'zal hayotimizda hali juda chiroyli gap aytdingiz. Qaytib keldilar, hamma xursand bo'lib kutib oldi, kollektivga ming rahmat. O'sha paytda bir narsaga pushaymon qilaman. Mani ustozim Soriya To'rayeva bo'lganlar, birinchi ustozim institutda dars berganlar. Shular aytarlarki, "Sen qizim Milliy teatr aktrisasan, mani qizimsan, menda ketishing kerak." Keyin bir kun kunlardan bir kun keldi-da, baribir chaqirvordilar. Oldin Jamilaga nima qilib chaqirdilar, bolalar xizmatchida. Keyin butunlay Lutfulla aka bilan borsam boraman dedim. Chunki begona bilan emas, Lutfulla aka bilan o'rganganman-da. Ministerstva chiqsa bo'ldi, qabul qilindinglar, ertadan anaqa yozinglar u yoqqa, tuzga arizanglarni. Buni hali hech kim bilmay aytmaganman. Keyin chiqib opaga endi soddaligimiz ham bordi, yosh tomoshabinlar teatrining bolalari bizda. Yozib anaqa qildik-da. Opajon, rozi bo'ling Gulandom opa, ketyapmiz, yoningizda bo'lamiz. Oq yigit bilan Zubarjatda roliga chaqirishgan bizani. O'sha bahona bo'lib, endi butunlay qolasiz deb so'rab aytganlar. Nima qilsalar opa, qayoqqa, qaysi teatr ketyapsizlar deb yig'laganlar. Shunaqa oldinglarda Milliy teatrga o'tib ketyapmiz desak, Gulandom opa bechora Ministerstva kulturaga chiqib aytganlarki, bu o'g'lim bilan qizim, bu aktrisa bilan aktyor ketsa teatr bekiladi, chunki hamma bosh qahramonlarni ikkalovi o'ynaydi, Xayrilla aka o'ynaydilar. Bekiladi deb to'xtatganlar-da, keyin umrbod qolib ketdik. Lekin hali aytganingizdek kasal bo'lganlarda yana bitta odam sababchi bo'ldi. Bir inson teatrimizga keldi. Kelgandan keyin ustozlarim qanaqadir yoqtirishmadi. Obid akalar, Muhabbat opa, Manzura opa ustozim,
yoqtirishmadi, lekin Lutfulla aka qanaqadir bag'irlarga oldilar yosh boladek. Ana shu odam vaqti kelib, bir kun o'zidan o'zi chaqirdi, endi arizangizni yozing, siz anaqa razviga o'tdingiz. Hayron qolganlar, nega deganlar. Ana Gulchehra opajon, nima uchun men bu narsalarni xotirlayapman? Ataylab kimnidir bugun qoralab, ataylab bugun kimnidir biz yaxshilash niyatidan yiroqmiz. Bugun tarix qanday bo'lsa, tarixda qanday bo'lgan bo'lsa to'g'rirog'i, shu narsalarni ko'taryapmiz xolos. Nima uchun? Chunki ijodkorki bor. Biz unga faqat suyanchiq bo'lishimiz kerak. Unga yordam berish kerak. Hojiakbar aka. Labbay. Ustoz studiyamizda xush ko'rdik. Xushvaqt bo'linglar. Shu o'tganlarga bo'lgan hurmatingizni juda ham hurmat qilaman. O'zingizdan qolar gap yo'q. Shu qo'shiqni ijro etgan paytingizda ham o'zi to'polon qilmaganmisiz? Nimaga endi meni kinoga o'zim chiqib o'zim aytmayapman, nimaga faqat ovozimni oldinglar degan gap bo'lmadimi ish qilib? Yo'q, unaqa gaplar bo'lmagan. Men bugun aytmoqchi bo'lgan fikrlarim nihoyatda ko'p. Lekin eng orasidan o'sha eng durdona, hammasi durdona-yu, eng zarur joylarni aytmoqchimanki. Gavharini. Men eng gavharini haqiqatan ham 1969-yil, 20 yoshdaman. Bolaligimdan o'qishni yaxshi ko'raman. Shu o'qishni yaxshi ko'rishim ilmga olib kelgan bo'lsa kerak, ham san'atda. O'sha paytda O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining eng kuchli jurnali bor edi. Hozir ham shunaqa Sharq yulduzi. O'shanda O'tkir akam bilan bitta mahallada biz Do'mbrobodda. O'tkir Hoshim, O'zbekiston xalq yozuvchisi. O'tkir akamlar, akamning sinfdoshlari bo'lganlar. Birligisinin uyida, ya'ni biz ham ularning uyida, ular ham bizning uyida birga katta bo'lishganman. Endi ularning ukasiman. Qisqasi shu jurnal qo'limga tushib qoldi. 69-yillik gap. Qarasam, O'tkir akam Bahor qaytmaydi asarlari chiqyapti. Ikkinchi sonini o'qidim. Ikkinchi sonida ketmoqdaman turibdi-da. Buni Abdulla akamga buyurtma qilib yozdirgan ekanlar keyinchalik. Men unga bir ashula aytib yuribman, kimning she'rligidan ham bexabar edim. Shuni ishladim 20 yoshdaman. Keyin endi ham institutda o'qiyman, ham to'y hashamlarga havaskorman, bolaligimdan borib naqib yuraman. Endi o'sha paytlarda men Lutfulla akamlar bilan ko'rishganman. Demak, men 70-yildan tanirdim to umrlarining oxirigacha Lutfulla akamlarni. Endi yelkalarimga qoqib, nima qilib hazilni ham yaxshi ko'rardilar, lekin Lutfulla akam. Shunaqa qilib bir aka ukaday bir bo'lib qoldik-da ular bilan. Keyin bir Murabbos akam bir kun chaqirdilar meni 72-yilda. Chaqirdilar. Hojiakbar bir kelib ketgan televizorga. Shu O'tkir akani asarini biza teatrlashtirib biza. Shuni ichida g'azalli aytgan ekansan. Ungacha Lutfulla akam bilan ne tadbirlarda ko'rishgan biza, shuni ham aytib berganman. Ularning ham xayollarida yo'q bu narsalar. Meni ham xayolimda yo'q. Shu hozir ijroim qanday bo'lsa, o'sha paytda shunday qilib yaratganman o'sha payt. Asar juda ajoyib, butun shu san'atsevarlarning yuragida qanday bir nima bo'lsa, bir yuragiga ma'qul bo'ladigan bo'lib yaratildi. Buni hamma o'sha butun xalq bilishadi. Keyin buni repetitsiya qilib, mashq qilish paytlarida qanaqa to'g'rilanish, ushlash mashinalarini ham mendan bir so'rab nima qildilar. Keyinchalik endi uyda bo'ladigan repetitsiyani Gulchehra opam yaxshi biladilar, uyda boshida poliva degan yog'ochni ham ushlab nima qilgan ekanlar. Unga chizib bir chetiga bir narsalar pardalanib. Keyin kimdandir bir tor olib, endi oynalarga qarab, lekin haqiqatan ham bu teatr bo'lib chiqqandan keyin shularni aytyaptilar, og'izlarini qimillab o'tyaptilar. O'sha o'zimiz hamdon nima qilgan bo'lsa, hatto obrazga kirishlarda menda ham yo'q, baribir ba'zi bir xususiyatlarni nima qilib evladilar-da. Eplaganda juda qoyil qilib evladilar-da. Endi teatr bilan bu qo'shiq bir-biriga nima qildi? Ozmi ko'pmi endi aytgan qo'shig'imiz mayli-da, ovozimiz, ishlagan yo'limiz shu qo'shiqni san'atsevarlarga ham ma'qul tomoni bo'lgan bo'lsa kerak. Uni ustiga bu teatr bir-birini ko'tardi demoqchiman. Albatta. Ajoyibdor ekan. Payti kelsa men ham ana shunaqasini olaman. Butun kuchingni ishga sol, Alimardon. Hozir seni hamma ko'radi. Yaxshi qavli
barım dilde keder ketmoqdaman. İş arao endi holim zir zabar ketmoqdaman. Na şavmıcı, na qavmıcı, na ko'ngilda ochmagan barchasida olish butun yo'qdir samar ketmoqdaman. Yaxshi qavl ey dilbarim, dilda keder ketmoqdaman. Yaxshi qavl ey dilbarim, dilda keder ketmoqdaman. İşq arao endi holim zir zabar ketmoqdaman. Na shavmchi, na quvonchi, na ko'ngildan ochmagan na shavmchi, na quvonchi, na ko'ngildan ochmagan barchasidan bugun yo'qdir samar ketmoqdaman. Barchasidan bugun yo'qdir samar ketmoqdaman. Men quyosh yuzlimga deb tun kechalar berdim yurak. Men quyosh yuzlimga deb tun kechalar berdim yurak. Oqibat otganda tong qondir jigar ketmoqdaman. Oqibat otganda tong qondir jigar ketmoqdaman.
yigit koni zarar kelganingda dedilar ki bu yigit koni zarar ketmagimdan oxir ayt bormi zarar ketmoqtaman na shavmchi na quvonchi na ko'ngildan ochmagan barchasidan ushbu kun yo'qdir samar ketmoqtaman barchasidan ushbu kun yo'qdir samar ketmoqtaman Rahmat Hoji Akbar aka. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Meni yana o'sha paytga qaytardingiz. Shodlik vaqtimga, baxtli vaqtimga qaytardingiz. Ilohim dunyo turguncha turing. Kenayim bilan baxtingizni qo'sha qaring ilohim. O'sha paytda Lutfulla akam bilan yurgan paytlarimizga qaytarib menga ozgina bo'lsa ham baxt ato etdingiz. Rahmat. Dunyo turguncha turing. Shu orada bitta narsani aytaman, bu insonni buyuk qo'shiqchini buyuk Lutfulla akani ham buyuk qilgan qo'shiqlari orqasida bitta hazil gap ham yotadi. Lutfulla aka mana Xayrli akam bilanlar to'ylarga borishardi yoshliklarda-da. Aytmoqchi edim men. Bir kuni yetib beraymi? Aytmoqchi edim. Maylimi? Aytib bering, aytib bering. Hoji Akbar aka ham borganlar, endi o'zlari chiqib endi ketmoqdaman deb boshlamoqchi bo'lganlarda bir erkakmi kimdir kelib, o'tiring joyingizga. Bu qo'shiqni haqiqiy egasi eshitsin. Lutfulla turing o'rningizdan. Fonogramma. Bo'lgan. Shu voqea bo'lgan. Juda hayron qolganman. Ana. Mana shunaqa bo'lgan. Bu sizni qo'shig'ingizni buyukligidan shunchalik nima deydi? Qo'shiq aytmagan dramatik aktyor ham qo'shiqchiga aylantirgansiz. Ming rahmat sizga. Hoji Akbar aka o'sha payt ozgina bo'lsa ham baribir xafa bo'lgansiz endi. Yo, xafa bo'lmaganman, hayron bo'lganman. Yo, xursand bo'lgan. Ozgina xafa bo'lgansiz endi. Yo, xafa bo'lmaganman. Keyin baribir dilimdan bir nima o'tganki, to'g'risini aytish kerakki, demak, shuni palonchi odam aytgan, palonchi odam aytsin deb so'rayapti. Demak, bu qo'shiqni yaxshi ko'radiganlar paydo bo'libdi degan bir nima bo'lgan. Qo'shig'im shu men aytgan qo'shiq Lutfulla akam aytallami? Men aytamanmi? Shu ozmi ko'pmi harakat qilib shu yaratgan bo'lsam, shu endi demak odamlarga ma'qul bo'la boshlabdi degan xayolimdan o'tgan. Boya boshqa narsalar, boshqa nimalar hayolimga kelmagan lekin. Albatta. Demak, bu shuni eshitmoqchi bo'lib, haligilar Lutfulla akamga yettirmoqchi, tushunyapsizmi? Hoji Akbar aka, xalqimiz shu darajada bizni sodda va samimiyki, bo'lmasa o'sha Bahor qaytmaydi filmini so'ngida ushbu qo'shiqni, ketmoqdaman qo'shig'ini O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Hoji Akbar Hamidov ijro etgan degan so'zlar bor edi o'sha paytda. Yozilgandi. Shunga e'tibor berishmaydi. Ular yozuvlarga emas, ko'rgan ayniq kadrlarga ishonishadi-da. Bu qo'shiqni haqiqatdan ham Alimardon To'rayev o'sha asardagi Alimardon To'rayev ijro etgan degan. Meni menimcha o'sha shu gapni aytgan odam boy film oxirigacha ko'rmaganda, tugagandan keyin darrov o'chirib qo'ygan. Tedi yozuvini o'qimagan. Unaqa bo'lishi ham mumkin. Ming bor uzr, endi muxlislar oldida tan olasiz, o'sha qo'shiq baribir sizniki emas, Alimardon To'rayevniki endi. Ya bir-birimizga qolib ketmaydi. Bir-biringizga qolib ketmaydi. Endi studiyamizda hozir ketmoqdaman qo'shig'ini-ku eshityapmiz. Endi bu Klarichkani ko'rib hozir jahlingiz chiqmayaptimi? O'zingiz taklif qildingiz. Aynan Klara xonimchi mening eng yaqin dugonam bo'ladilar o'zi. Ana
shogirdim deyaptilar, qarang, mana ustoz deydilar. Yo, men asar nuqtai nazaridan aytyapman-da, deydi-ku. Asar nuqtai nazaridan men o'zim tanlaganman Klaraxonni. Mirobodga ketganlarga o'zingiz chiroyli kelishgan qizni tanlang deganlarda, bunda kuzatsam teatrimizga kelganlar endi ne только yigitlar, qizlar ham oshiq bo'lib qolgan, baland bo'yli, xipchidan kelgan, go'zal qiz bo'lganlarda menga ichimda aytdim, Klaraga faqat shu qiz loyiq. Bo'ylari baland. Lutfulla aka menimcha oshiq, haqiqiy oshiq bo'lib qolganlar. Ana bo'lmasa, qarang. Anaqa rolda. Haqiqiy. Klaraxonim endi maromiga yetkazib o'ynaganlar. Haligacha menimcha ali dasxat bo'lib qolgan Klaraxonga, lekin bunaqangi bir nima deydi? Haqiqiy aktrisa, zo'r aktrisa, haqiqiy xo'jayinini ayoli, haqiqiy uy bekasi, haqiqiy oshpaz, bunaqa ayol dunyoda yo'q. Shunga qaramasdan Klarani mahorat bilan qoyillatib ijro etganlar. Shamsqamar, marhamat, o'zingizdan eshitaylik. Juda ham hayajonlanib ketdim bergan bahoyingizga, rahmat. Lekin haqiqatan ham hozir vaqt ziq. Bilasizmi, men teatrga endi kelganimda, teatrimizda o'sha 70-yillar, 74-yil kelganmiz, rosa gurkiragan teatrimizni nima deydi, ustunlaridan Xayrli aka, Gulchehra, rahmatli Lutfulla akalar bo'lishgan. Haqiqatan Xayrli aka aytganday, bular sahnadan tushmasdi-da, kelganimda men bularni-chi shunaqangi san'atni sevganini ko'ribchi, men shunda aytganman, bir yillardan keyin Gulchehra, endi ikkalamiz tengdoshmiz, men sizni ustozim desam bo'ladimi deganman. Deganimda o'sha paytlarda aytganlar, voy men yoshman-ku degan. Gap yoshda emas, men sizni juda ham havas qilaman deb. Endi hozir Xayrli akani aytmayman, bular uchalasi bitta qo'sha oladi. Teatrga kelgan paytlarimda teatrda birinchi bo'lib ishlar kelishardi. Yurishlari, o'zlarini olib yurishlari juda ham madaniyatli insonlar edi. Kiyinishi, o'zlarining xulqi bilan men juda ham havas qilardim-da. Keyin bilasizmi, shuni aytib o'tishim kerak, hamma ham aytsa kerak. Bular agar mana shularga rol berilsa, 2-3 kunga qolmasdan boshidan oxirigacha yotib olishardi-da. O'shanga men juda ham havas qilardim. Keyin bular kiyimlarni o'zlari uchalasi qo'shaloq deyapman-ku, kiyimlarni o'zlariga mos qilib, shunaqangi yarashadigan qilib har bir obraziga o'zlari rassomlarga aytishardi-da. Men har doim bilan kuzatib yurardim-da, havas qilardim. Hamma narsa professional bo'lgan. Endi rostdan ham Mirobod aka meni xohlamaganlar. Bu 3-chi marta qo'yilganda o'ynagan ekanman, 82-yil. Xohlamaganlar, lekin Gulchehra bilan Lutfulla aka ham oyoq tirab turgan ekan. Endi bilmayman, meni haliga aytadi-yu, vizitniy kartochka nima, dastgohmi? Tashrif qog'ozi. Tashrif qog'ozi shu yoshgacha qayerga borsam ham Klara deb kutib olishadi. Xo'p, Shamsqamar opa, endi o'zingiz ham tan olasizmi? Shu tarozini posangisiga baribir shu Klara obrazi bilan boshqa obrazlaringizni qo'ysangiz baribir shu sizni Klarichka deb xalq tan olganda endi Klara bosib ketgan. Endi to'g'ri aytishadi, bizda san'atda rolli katta kichigi yo'q deb. Bilasizmi, bir ikki og'iz gap bo'ldi, boshqa men yerda yo'qman. Yangi ketsangiz bo'ldi. Shunga endi bilmayman, endi oilam ajrashib ketgan, sal qo'yganmiz, endi kattalar aralashgan, Manzura opa, Muhabbat opalar. Endi yana bir nimani aytishim kerakki, Lutfulla akani bu yerda endi haqida bo'lgani uchun bir umr shularga ta'zim qilaman, endi Gulchehra ikkalasiga. Lutfulla aka meni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist deganga ham juda ham katta hissa qo'shganlar. O'sha paytlarda meni endi bilasizku, san'atda kurash bilan iborat-da. Endi bilmayman, o'sha paytda Lutfulla aka teatrimiz bo'yicha Ro'soyuzi raisi edilar. Ki Ismoil degan aktyorimiz ham bor edi. O'shalar meni rosa shunda qo'llab-quvvatlashgan. Shularning navbati, shular olmasa bo'lmaydi, ayniqsa Lutfulla aka rosa jon kuydirgan. Rahmat, boringlarga shukr. Umringiz uzoq bo'lsin, bolalaringiz baxtiga sog'-salomat bo'ling. Ilohim har doim meni ustozim deb faxrlanib yuring. Lutfulla akaning yotgan joylari jannatda bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Olib beraymi? Malol kelmasa. Qani? Qo'lingizni uzatib yuboring-chi. Rahmat. Bu kech qolib ketibsiz. Sizni konsertingiz qachon erta tugagan? Konsertimga
har safar tushadigan odamday gapirasiz. Otingiz nima? Klara. Qayoqdan bilasiz? Balki har safar tusharman. Guldastalarimni olasiz-u, o'zimni tanimaysiz. O'sha sizmi? Bilmadim. Balki boshqalar ham ko'pdir. Klaraxon. Kuzatib qo'ysa maylimi? Bilmadim. Sizga o'zi bir narsa deb bo'ladimi? Qayerga tomonga yuramiz? Chilonzor. Yo'limiz bir ekan-ku. Bilaman. Judayam bilag'an ekansiz-ku. Sizni bilmagan odam bormi? Faqat siz bilmaysiz. O'zini ham, dardini ham. Men hozir mashinani olib chiqay. Nazarimda Yodgor opa siz bilan Lutfulla akamni teatr bog'laydi va albatta partnyor bo'lib rol o'ynagansizlar va sahnada ham hattoki birgalikda rol ijro etgan joylaringiz ham bor. Albatta, men avvalambor mana shunaqa Gulchehra opam, Xayrilla akam, mana ustozlarim o'tirishdi. Shunday teatrga kelib, mana shu ustozlardan o'git olganimda minnatli rahmat deyman shularga. Ilohim hammalarini umrlari uzoq bo'lsin. Avvalambor satira teatriga uncha aloqam yo'q. Men teatrga qadam qo'yganimda 74-yilda mana Shams Qamar bilan yana 5 ta kursdoshimiz birga kelganimizda Lutfulla akam, Xayrilla akam, Gulchehra opalarni ko'rib juda ham havas qilganman. Bir tomondan nimaga ularning mehnatkashligi, keyin shogirdligi bo'lgan hali bag'ri kengliligi. Chunki hamma teatrda bunaqa shogirdlarni bag'ri keng kutib olishmaydi. Lekin bizning teatrda mana shu xuddi o'zingizni akangizdek, xuddi o'zlarini farzandlaridek kutib olishgan. Men Lutfulla akam bilan xuddi aka singildek bo'lib yaqin bo'lganman. Nimaga desangiz, Lutfulla akam bilan juda ham ko'p partnyor bo'lganman. Xayrilla akam bilan juda ham ko'p partnyor bo'lganman. Shu jarayonlarida keyin Lutfulla akam bilan Gulchehra opamni oila qurganliklari, oilalari chiroyli, tinch bo'lganini ko'rib, men ham rahmatli Shuhrat akam bilan xuddi shular oilasiga o'xshaylik deb biz ham o'sha teatrda oila qurganmiz. Bu bir tomoni bo'lsa, ikkinchi tomondan aytmoqchimanki, Lutfulla akamning ham xonliklari bor edi, ham beyliklari bor edi. Bilasizmi, Lutfulla akam shu to'g'ri so'z, hammasini bashariyizga aytadigan inson edilar. Shartdaki, lekin har bitta odamga yordam berishi ham qalblariga tugib qo'yardilar. Men ko'p Lutfulla akamdan maslahatlashib, ko'p narsalarda yordam so'ragan paytlarim ham bo'lgan, mana shu teatr sohasida, ish jarayonlarida. Lekin xuddi o'zlarini singlardek, "Men buni o'ynasang yaxshi, men buni o'ynamasang bo'lmaydi, o'ynama" degan paytlari ham bo'lgan. Mana hozir ochiq aytishim mumkin, men Lutfulla akamni eng yaxshi haligi ustozlardan bittasi deb bilaman. Chunki kimi boshiga nima ish tushsa, haligi yugurib kela olinglar-da. Mana Xayrilla akamda ham bor. Siz dardingizni aytsangiz, ular eshitishadi-da. Siz dardlaringizni eshitishadi. Nima yordam deb qo'llaridan kelsa, bo'lmasa, hech bo'lmasa sizni hali yaxshi gap bilan o'sha osoyishtalik qilib qo'yishga yordam berishadi. Aytmoqchimanki, men shunaqa ustozlardan o'rnak olgan ekanman. Katta ustozlarimiz ham xuddi o'zini qizidek masalan qabul qildi. Bir kuni Lutfulla akam shu vafot etishlaridan oldin telefon qilib qoldilar. Endi mart oylari edi, mart oxiri. Yodgorlar bir xabar olgim keldi dedilar. Voy rahmat Lutfulla aka, nechun desam, o'zim bir siqildim-da, bir gapim bor edi dedilar. Keyin boshingda dedilar, turmush o'rtog'ing yo'q, senga bitta rahmat deb qo'y, ayol kishiga qiyin bo'lgan ekan dedilar. Voy xuddi endi bilayotganda deb hazillashdim. Keyin yo'q, bitta narsani aytaymi dedilar. Bir xabar olgim keldi-yu, yana bitta narsani ayting. Mana shu teatrimizni dedilar, baribir dedilar, ichimdan dedilar, yonib ketaman dedilar. Shu teatrimizga yangi bino bermaganiga juda ham anaqa
kecha kunda shu teatrimizga yangi bino bersa dedilar. Bitta narsasi o'sha eski joyimizni o'zida dedilar, bino qurib berganda zo'r bo'lardi. Men chiqib keldim dedilar. Voy, yaxshi qilibsiz dedim. Xudo xolasa bizga berishar ekan. Agar nasib qilsa-da yodgor shunda yangi binoga borsam, o'sha yerda shunda bolalarning o'tirganini ko'rsam, oppoq bo'lsa-da dedilar, zalla dedilar. O'sha yerdan chiqib bitta bolaga salom bersam-da, ko'rishib keyin o'tib ketsam hamchi armonim yo'q, o'sha teatr silay qolardi dedilar. Voy, uzoq umr ko'ring, ne unaqa gaplarni gapirvas dedim birdan. Desam, shuni aytkim keldi-da senga dedilar. Voy, rahmat dedim. Keyin xabar ham olib qo'y, yaqinda bayram keladi, tabriklab qo'y dedilar, deb qo'ydilar. Xursand bo'lib ketdim. Keyin vaqtlar o'tdi, endi u oxirgi paytlari. Undan oldin menga bitta qiziq voqea bo'ldi. Bir kun teatrda o'tirsam, maktab bitiruvchilarini davri edi. Farzandlarim bitiradigan payt edi. Fatima Zuhra dedilar, nechinchi sinf dedilar? 10-chi dedim. Desam, bu yil bitiradimi dedilar. Ha, bitiradi desam, qaysi maktabda o'qiydi dedilar. 115 dedim. Dedi ketdilar-da, keyin bir payt yana qaytib keldilar. Anaqa bitiruv kechasi qachon ekan maktablarni, o'zi umuman maktablarni dedilar. Endi men o'ylabman, umumiy maktab so'rayotlar deb, falon kun ekan dedim. Unda xudo xolasa spektakl qo'ymasa, o'zim boraman dedim. Desam, ha, yaxshi dedilar. Bir payt bitiruv kechasi, 3-4 kundan keyin bitiruv kechasi anaqa maktabga Lutfulla akam boribdilar. Borib, hech boribman debdilar, Fatima Zuhralarni tog'asi bo'laman debdilar. Men ularni tabriklagani keldim bitirgan kechasiga deb, o'shani yolg'iz qo'ymasdan shuni ko'nglariga to'gib qo'yib, borib shu ikkala qizimni endi adasi yo'ligini bilintirmay ko'nglini olib tabriklab kelibdilar. Voy, qizlar keldi yig'lab, shunaqa Lutfulla tog'am keldilar, bizani tabriklagan deb. Bu men uchun baxt. Demoqchimanki, bunaqa ishlarni juda ham ko'p, o'ziga yetmasdan bilintirmay juda ko'p bunaqa ishlarni qilardilar. Endi san'atda yordam berganlar, pinhona yaxshilik qilardilar, pinhona. Kimdir uyi bo'lmasa, hali uyga ham borardilar. Demoqchimanki, bunaqa qiladigan ishlari juda ham ko'p edi. Yotgan joylari nur bo'lsin, jannat bo'lsin, iloyim. Gulchehra opa, sizga uzoq umr tilayman, farzandlaringiz rohatini ko'ring. Hali biz qilolmagan yaxshiliklarni iloyim ajr savoblarini bersin. Rahmat. Hozir mana shu gapingiz bilan ko'nglim to'nqlanib ketdi. Xayl aka ham biladilar, Gulchehra opam ham. Men endi bularni doim to'y qilsak, hamma yig'inlarimizda aytib turamiz. Ishonasizmi? Qizimni uzatgan chog'imda birinchi bo'lib turib olganlar. Keyin hamma endi kiring Lutfulla aka, kiring deb hamma sanlar o'zing kir. Men hasakashman. Men muhabbatni otasiman deb shunda turganlar. Men haligacha bu narsani aytib hech kimga ado qila olmayman. Bu narsalar baribir yaxshiliklar, bilasizmi? Bu inson bo'lmasam hech kim ularga mana shu narsani iltimos yoki boshqa emas. Shu insonning o'zida edi bor narsa bu. U birovlarga ko'rsatish uchun qilmasdilar. Qilardilar pinhona. Shu narsani men bilmaganman. Qarasam o'shani tasvirda, ya'ni videoda ko'rib, men yig'lab yuborganman. Qarangda, mana shunchalik odamiylik, shunchalik yaxshilik qilgandan keyin uni hech kimga bildirmasdan pinhona qilish. Meni tug'ilgan kunimda teatrda edim-da. Kasal yurak hali operatsiya qildirmagan payt Muqaddasxonning katta qizlari bilan mashina haydab kelibdilar, tort ko'tarib kelibdilar. Men hech qachon umuman kutmaganman. Hamma teatrda edi. Qamar, sen tug'ilgan kuningni bilardim, shunga sen tabriklab keldim, o'rtoqlarim bilan yegin deb, endi yaxshiliklarni aytaman deb, shuni hamma ham bilmaydi, hech kim bilmaydi. Lekin teatrdagilar bilan o'tirib xursand bo'lganmiz. Shunaqa odatlari ham bor edi. Albatta. Gapirsa tong atguncha ham tugatib bo'lmaydi xotiralarimizni. Lutfulla akani bir mehnatkashlik tomoni bor edi-da, bir narsani boshlaydigan bo'lsa qo'ymasdilar. Mana shu teatr o'zida ham haligi devoriy gazeta chiqazardi edi. O'zimiz haligi teatr ichidagi juz'iy kamchiliklar bormi, shularni yo'q qilish uchun doim haligi redaktori Lutfulla akamizlar.
biza men ham chizardim, ham yozardim. Yana u yoq tekshirib hammasini mana bu rasmlar yaxshi chiqmabdi, menga bunaqa rasm bo'lishi kerak qilib redaktorlik qiladi. Shu bilasizmi, shu narsa orqali hali u yoqda ham ozgina qalam tebratish bor edi, menda ham ozgina qalam tebratish bor edi. Yubiley bormi, san'atkorlarimiz o'sha yerda Obid akalarni, Muhabbat opalarni, Manzura opani yubileylari bo'lsa, o'sha doim nimasini biza yozardik-da. Ertaga kech teatrdan ketgimiz kelmasdi, nimagadirda. Ertaga olib turib, u kechasi 10-11 da qaytardik. Chunki u teatrdagilar hammasi haqiqiy aktyor aktrisalar, ular ijod qilish uchun kelishganda. Boshqalarga o'xshab g'iybat uchun emas. Ijod to'xtamasdi ijodda, chunki haliga qarang, u repetitsiya qilinardi, undan tashqari o'zimiz qolib turib spektakllar chiqarardik. Mana Do'stga maktub, karra bu spektakllar haligi Zumrasha o'zimiz yozib, o'zimiz qo'yib, Anvar Ergashevni chaqirganmiz hali. Anvar aka, bastakorlik qilgan. Chiroyli narsalar chiqarardik. Haligi Qoraqum fojiasi, shunaqa bir haligi qizg'in, jo'shqin paytimiz ekan deyman-da. O'sha 80-80-90-yilgacha o'sha teatrni eng gururlagan davri bo'lgan ekan. Tyus teatri kelyapti desa, oshga borib qolgan boshqa qilsak ham qator bo'lib Karim aka boshchiligida kirib borardik. Lutfullaga, Xayrlaga hammamiz qator bo'lib. Mana shu studiyalarda bolalar ko'rsatuvi ertaklarda qatnashardik. Teatr bo'lim bo'lardi. Qanaqa ertaga so'z yodlardik, avtobusda borishda ham, qaytishda ham so'z yodlardik. Shu narsalar bir chiroyli chiqsin. Shularni hammasi mana shu Xayrlagan, Lutfullagan boshchilik bo'lib, vaqt shunaqa ekan, birov erta ketar ekan, birov erta kelar ekan. Mana shunaqangi albatta. Hayot shunaqa. Albatta. Men eng kichkina ukalarimman. Bolalikda bo'lgan ba'zi bir tarixiy voqealar bor. O'zligi bilishmas edi-da, menga onam gular, akam yo katta akam gular aytib berishardi. Shunda bu tarixlarni sen qayerdan bilasan deb qo'yardilar-da. Akamlarni vallohu alam 7 yasharli, 8 yasharli paytlarida mana Mashitda panoramning to'g'risida odamlar bir sabab bo'lib ko'chishganda, ko'chada o'ynab yurgan paytlarda sim ochilib qolgan bo'lgan, elektr sim. Elektr sim bo'lganda 7 yashar, 8 yashar paytlari 2 yil ilgari sinlar vafot etgan. Opamlar ana Gulrona sinimizni, jiyanimizni ismlarini o'sha opamlarga niyat qilib qo'yishgan. Shunda ot qilib o'ynagan ekanlar-da o'sha simni. Simni o'ynab bilmaganlar hamma o'ynagan, nima qilgan, hamma nima qilganda lekin og'zimga ham soldim, hech narsa bo'lmadi. Keyin shunday bo'ldiki, og'zimda sim ushlab turdim-da, temir ushlab qolman, perilani. Shunda to'kirgan. 8 yashar, 9 yasharli paytlarda vallohu alam. Shunda onamlarga xabar berishganda yugurib chiqib, bolam degan ekan. Chiqsalar yerga ko'mib qo'yishgan. Oyoqlarida masjidgacha yerga ko'mib qo'yishib, oyoqlarida ikkita iz qolgan. Mana shunda yong'oqda o'sha ikkita sim tegan ekanda, qolib ketgan. Keyin qorovul chiqib, Sog'liqni saqlash ministrligida qorovul chiqib, taburetkamdan olib tashlagan ekanda. Shunda Allohning marhamatimdan eslashimiz kerak ekan. Tirik qolganlar. O'sha mana amakim ularni davomchilari bo'lib, bu yoqda avlodda davomchilari bo'lib, mana Xayr akamlar, Yodar akamlar, Lutf akamlar davomchi bo'lib, san'atda bo'lishgan. Keyin xuddi shu voqea ko'zimning oldida ham bo'lgan. 60-yillarning boshida endi yangi uchastkaga ko'chib kirganimizda nima ham bo'ldi deb simni oldilar-da. Ko'zimning oldida akamni 5-10 metrga otdi tok. Oppa. O'shanda ham tirik qolganlar. Alloh marhamatimdan. Mana shunaqa buyuk san'atkor bo'lishlari kerak ekan. Ketlaridan duo qilish kerak ekan. Bu yilgi hajda jiyanimiz borib, Lutf akamlarning haqlariga haj badal qilib keldi. Umrlarini Qur'on qabrlarini rahmat nurlari bilan minavvar aylasin. Biz ham havas qilib, akalarga havas qilib, men ham san'atda 15 yil ishladim. Bir sabab bo'lib, keyin san'atdan ketayotganimda Lutf akamlar, "Napiki popularnosti hech kim ketmaydi.
ketmagin deb necha marta aytganlarda voqea qilmagansiz. men endi san'atdan ketdim deb 97-yil nima qilganman. Demak, Lutfulla Sa'dullayev nimaga shu yoshga qadar shunchalik aytadi-ku, kuch-quvvatga to'lib yurganlar ana endi bildik. Elektr energiyadan quvvat olar ekanlar-da endi. Bahodir aka, marhamat. Men juda ham baxtiyor san'atkorman, sababiki institutda o'qib yurgan vaqtimizda 70-yillarda kursdoshlar ki o'sha yerda o'qiganlar aytishardi, Lutfulla Sa'dullayevga o'xshaysan deyishardi-da. Kunlardan bir kuni katta tanaffusda tashqariga chiqqanimizda gaplashib tursa birdan ada degan bir qizchani ovozi eshitildi. Endi hamma o'sha yoqqa qarab qayrildik. Qayrilsak, o'rta ochildi-da, bir 3 yashar qizcha o'qdek uchib kelyapti-da. To'ppa-to'g'ri menga kelib otsa bo'ladimi o'zini. Zo'r ushlab qoldim-da. Hayronman endi. Ana endi davomini hozir men aytaman. O'sha paytda institutga imtihon, gos ekzamen topshiradigan paytimda bir qo'limda 3 yashar o'sha Gulranoxon bor edi. Dadasi bir oylab gastrollarga syomkalarga ketardi. Qizcha adasini juda sog'ingan. Bular endi yosh yigitchalar institutga kirmoqchi bo'lganlar, endi uncha bilmayman, lekin o'xshab ketar ekanlar. Adajon deb borib quchoqlasa, hamma hayron qolgandek qotib qolganmiz. Taqdirni qarangki, institutni bitirib o'sha yosh tomoshabinlar teatriga keldim. Yaratganga ming bor shukr, shunday teatrga, shunday ustozlarning qo'liga tushganimga mana Lutfulla aka, Xayrilla aka, mana Obta aka, Vohid aka, Badal aka, Karim akalar, Manzura opalar, o'sha paytda teatrimizda 5 ta xalq artisti bor edi. Ana undan keyin Lutfulla aka, Xayrilla aka qo'shilishdi, 7 ta bo'ldi, 8 ta bo'lishdi. Men aytmoqchimanki, ishlar yuribmiz, endi biz teatrda ishlaymiz. Lutfulla akam bilan teatrga kelgan kunimdan boshlab Lutfulla akamning o'ynagan spektakllarning hammasiga meni dublyor qilgan. Chunki o'xshaymiz-da endi. Haqiqatda o'xshar ekanmiz o'sha paytda. Ayniqsa salobat turib o'xshatsa kerak-da. Salobatingizni. Ozg'in, men ham ozg'inman. Haligi tadbirlarga chiqamiz, boshqacha Lutfulla Sa'dullayev menga nima qilishadi? Lutfulla aka deb. Keyin endi oxiri men aytganim, ha, Lutfulla Sa'dullayevman. Bo'lmasa tadbirga borganimizda jurnalist qiz keldi. Assalomu alaykum Lutfulla aka, siz to'g'ringizda gazetaga maqola yozmoqchiman. Men aytyapman, men Bahodir Nishonovman men. Lutfulla Sa'dullayev emasman, artistlar o'zi shunaqa hazilkash bo'ladi. Maqola yozdi-da, Lutfulla Sa'dullayev chiqardi. Endi men oilalarni yaxshi, Gulchehraxonni yaxshi birga ishlaymiz. O'shani gapirib ber, yana oxirida aytyapman. Hey, men Bahodir Nishonovman. Aktyorlarni chaqirdim men. Aytinglar bu qizga, bu Lutfulla Sa'dullayev emansam, o'shandan keyin men chiqib bo'ldi Lutfulla bir kuni uydan axir tan bergansiz xullas. Tan berganman. Bir kuni uydan chiqib kech qolyapman repetitsiyaga. Endi u paytda qo'l ko'tarsangiz hamma mashina ham to'xtamaydi endi. Shu turibman endi kech qolib uxlab qolganman endi. Bir 24 endi haligi Navorotchini mashina mingga uchib kelayotganida o'tib ketib to'rimizni boshib to'xtadi, orqa qarab Lutfulla o'tir dedi. Yugurib borib o'tirdim-da. Qalaysan, yaxshimisan, bolalar yaxshimi? Rahmat. Tezroq yuring. Bo'ldi, endi uchirib olib bordi tushib. Endi pul beraman deb bir so'm, 2 so'm chiqarsam, men qarab, sen nima deyapsan meni? Men seni nima pulingni dedim, men seni taniganim shu to'xtadim. To'she odam basavgasi. Xo'p, mingdan ming rahmat Lutfulla Sa'dullayev, omon bo'ling deb hali joyda. O'zingiz ham tan olgan ekansiz. Anvarjon, miyig'ingizda kulib hozir maza qildingiz-ku, lekin baribir Lutfulla akam Sa'dullayevdan sizni o'zingizni ham ancha ustoz sifatida olgan bir o'gitlaringiz bor, to'g'rimi? Bor. Muhabbat opa, men baxtliman desam adashmayman. Chunki san'atkorlar, ijodkorlar avlodida tug'ildim. Insonni fe'lini bilmoqchi bo'lsang, u bilan safarga chiqqin deyishganda. Institut chog'ida birinchi kursligimizda 89-90-yillarda Madaniyat instituti hech qachon teatrga amaliyotga ruxsat bermagan, ammo lekin men amaliyotni yosh tomoshabinlar teatriga olganman. O'sha vaqtda nasib qilgan. Amaliyot ham qishki vaqtga to'g'ri kelganda Lutfulla tog'amlar bilan
Kuban avtobusi bo'lardi, yosh tomoshabinlar teatrida. Kuban avtobusi bo'lardi, hamma joyidan skvoznik o'tadigan avtobus bo'lardi. Dekoratsiyalar joylashgan Oltin jo'ja degan spektakl bo'lardi. Oltin jo'ja bilan Bekobod shahriga borilgan, Toshkentdan 120 kilometr. Men uchun bu katta narsa, uzoq safarga, yana uzoq kunga borish. Lutfulla tog'amlar bilan bordik, joylashdik. Bekobodda shamol qattiq bo'ladi deb qulog'imga rosa quyishgan o'sha vaqtda. Bekobodga harakatdan borganimizda shabada edi, daraxtlari ham sal qiyshayib turadi, uchayotgan qarg'a ham to'g'ri uchmasdan yonboshlab uchganini o'sha yerda ko'rganman. Lekin 15 kun mobaynida Lutfulla tog'amlar bilan bir mehmonxonada turganimizda spektakllarni qo'yishardi. Spektakldan avval o'sha omma bilan massovka deyishadi, o'sha chiqishlar bo'lardi. Menga 2 kun personajni o'rgatganlarda 3-kun o'zim grim qilib, soqollarni qo'yib, kiyimlarni kiyib o'rtaga chiqarib yuborganlar. 15 kun endi Qori boboni o'ynab berganman. O'sha muhit esimda qolgan. Undan tashqari mehmonxonada endi yashicha bo'lardi. Yashichada hamma narsa bo'lardi o'tda. O'sha harbiylarning yashichasi bo'lardi, yashichani ochardilar-da. Bugunga derdilar, masalan, tushlikka nimadir taom yerdilar-da, tushlikka makaron bilan tushunka qo'yib beradi. Juda ham ko'p narsada esimda qolganiki, yana bu Tuz vaqtidagi o'sha gastrolga, safarga, amaliyotga chiqqanim, undan avvalgisi 86-yili Lutfulla tog'amlar parvoz ansambli bo'lardi aviasozlarda. Doira chalish bo'yicha nima qiziqishing yo'qmi deganlarda, doira yo'nalishida ham borib o'sha Husan aka Nosirov bilan gaplashib berganlar. U yerda Satira teatrida Xayrullo tog'amlar, Gulchehra Kenayimgilar ishlashardi. Endi Lutfulla tog'amlar ham chaqirib o'sha doira yo'nalishida bir ilm olgan, o'qigan, o'rgangin deganlar. O'rganganman. Men san'atimizdagi ajoyib juftlikdan hozir ko'rayotganimdan xursandman. Yigitali bilan albatta Muqaddasxon. Har doim aytaman, bular o'sha sizlardan keyingi zanjirlarda bular endi. Sizlardan keyingi zanjirlar. Kuyovlarni endi payg'ambarlar silagan ekanda, mayli. Keling, payg'ambarlar silagan ekan. Yigitali, siz o'zingiz mana ham bu insonni doimo men kuzatib bordim internet sahifalarida. Bir otangizdek hurmat izzat ko'rsatdingiz-da. Hattoki shunday bir gaplari borki, siz menga kuyov emas, o'g'limday bo'ldingiz, o'g'lim degan joylarni men ko'rib va aynan bilmadim bu kimga qanday tuyuladi. Klipda hattoki bir klip olingan. O'zingiz ham bilasiz. Mana shu klipda ham shunaqangi yaxshi rol berilgan ekan. Men o'sha obraz orqali ham Yigitaliga bo'lgan hurmatim cheksiz oshganda, Yigitali. Endi shuncha yaxshi gaplar gapirildi. Bu gaplar hammasiga hammasi bir 100 dan bir 10% bo'lsa kerak. Qolgan gapirilmadi, gapirsak gap ko'p. U avvalo klipdan boshladingiz. Klip o'zi rejissyori bir og'aynimiz edi, lekin uni ideyasi, ssenariysi boshidan oxirigacha o'zim qilganman bu narsani. Davron Ergashevning klipi. Rolni yaxshi ijro etishini bilganligim uchun, boshqa odamlarni tasavvur qila olmaganligim uchun o'sha filmdagi bo'lganda u klip, o'sha o'zlarini chaqirganmiz. Dadam haqida gapiradigan bo'lsam, kuyov bilan qaynotani tuprog'i bitta joydan olinadi desa, men to'g'risi unchalik darajada ishonmasdim, lekin menimcha rostdan ham shunaqa. Men hozir gapirgan gaplarimning xarakterlari, qanaqadir joylarini to'g'ri, kamchiligim bo'lishi mumkin, lekin o'sha yuziga gapirishi, lagan bardorlarni yoqtirmasligi, faqat gapda emas, quruq gapda emas, harakat qilib o'sha narsani amalga oshirishi, tan olish kerak. Meni xarakterim shunaqa. Dadam haqiqatdan ham juda ham yaxshi inson bo'lganlar. O'sha pinhon yaxshiliklari, insonlarga ko'rsatmasdan qilishlari, shu yaxshiligini aka-ukalardan e'tiborli bo'lib, aka-ukalarga mehribon bo'lib, ularning hammasini bir joyga jamlab, o'sha narsani, o'sha yaxshi odatni, jigarjon deydi-ku bizning xalqimizda, jigarjon. O'sha narsani qattiq ushlaganligi bu juda ham go'zal narsa. Biz uchun ibrat bo'ladigan narsa, biza qilishimiz kerak bo'ladigan narsa shu. Men bilmadim, studiyadagilarni hammasi ham tasdiqlasa kerak, ayniqsa Xayrli akam, Gulchehra opa gapirishlarigacha, manera deymiz-ku, maneralargacha. Hammasi rostdan ham xuddi Lutfulla akamni o'zlari. Ham o'xshaydi. Eng qizig'i, men to'g'ri. Umuman degan so'zni ko'p ishlatardilar. Menga umuman farqi yo'q derdilar. Men lekin bu gap hozir gapirishimni birinchidan dadamni men oldin rahmatli dadamni Yo'lar jannatda bo'lsin.
oldin kuzatmaganman, ko'rmaganman. To'g'risi bizani o'zbek aktyorlarini ko'p kuzatmasdim. Akam bizani ustoz san'atkorimiz va undan tashqari meni institutda ham ustozimiz bo'lgan Bahodir akamizni ajoyib gaplari bor. O'sha chet elda filmlarini ko'rib biz tarbiya olganmizda, endi ularga qiziqqanmiz ko'proq. Shuning uchun ko'p xalq artistlarini balki tanimasligim mumkin. Ular uchun endi uzr so'rayman. Men birinchi marta bu insonlarni bitta joyda hayotda ko'rib qolganim, bizani bitta tadbir birlashtirgan. Muqimiy ko'chasida maktab bor. O'sha yerda ayam bilan dadam kelganlar maktabga, tadbirga. Meni ham o'sha yerga chaqirishgan. Kelib, mana shu yerda tadbir birga qilib bering, o'sha yerda xalq artistlari bilan birgalikda chiqib bering. Yosh kimdir kerak deganda, o'shunda borsam, ayam bilan dadam turibdi. Demoqchiman, hozir o'xsha qanaqadir taqlid qilayotgan bo'lishi mumkin deb o'ylagan bo'lishi mumkin kimdir. Lekin men u narsani to'g'risi yo'q, taqlid haqida gap ketmadi. Rostdan ham qaynota bilan kuyovni tuprog'i bitta joydan olinganligiga biz guvoh bo'lyapmiz xolos. Bu kasallikni nomi Alsgeymer. Nima kasallik bu? Insonni xotirasi bilan bog'liq. Inson xotirasidan ayriladi boshida. Kundalik qiladigan yumushlarni unutadi. Nomlarni, ismlarni va hattoki yuz qiyofalarni unutishni boshlaydi. Bu kasallikka chalingan insonlarni esida ko'proq yorqin xotiralar qoladi. Uni davosi yo'qmi? Afsus. Meditsinada bu kasallikka hali davo topilmagan. Lekin izlanishdamiz. Aytgancha, dadangizlar bilan birga turasizmi? Yo'q. Bundan buyog'iga imkon qadar doimo yonlarida bo'lishga harakat qiling. Marhamat. Rahmat. Yaxshimisiz dada? Kimsan? Men o'g'lingizman dada. O'g'illar nima dada? Hammasi yaxshi deyishdi. Zo'r ekansiz dada. Bugundan boshlab biznikida yashashga. Nima deysiz? Kelini nima derkan? Nima deyishi mumkin? Xursand bo'ladi. Onani ham birga olib ketamiz. Dada, onam 5 yil oldin qazo qilganlar. Bilaman. Bo'lmasa-chi, uydagi jihozlarni hammasini birga olib ketamiz. Xuddi o'zim uyimda yashaganda yashayman. Xo'p dada. Xo'p bo'ladi. Endi ketamizmi? Ha. Ketdik. So'zlari darmon otam, bilganlar der bu odam eng yaxshi inson otam. Otam, otam, jon otam, so'zlari farmon otam. Bo'ling sog' omon otam, har dam har zamon otam. Yoshlarda ham bo'ling bardam, onam bilan otajon. Ko'zlarimga surtayin, oq sochingiz tolasin. To'ylarda bo'ling inshaalloh, bolamni bolasini, bolamni bolasini. Otam, otam, jon otam, so'zlari darmon otam. Bilganlar der bu odam eng yaxshi inson otam. Otam, otam, jon otam, so'zlari farmon
otam ey minnat tuz non uchun shinam xonadon uchun rahmat sizga mard otajonim har yaxshi imkon uchun daryo bag'ri keng otam dunyolarga teng otam ranjitgan bo'lsam sizni nogoh meni kechiring otam meni kechiring otam endi bu nimasi bu? Nima bu madaniyatsizlik? Biz bu yerda ovqatlanib o'tiribmiz. Ey qarasanglar bo'lmaydimi? Tavba qildim shunday joyda. Oldingizdagi ovqatingizni yeng. Ko'p gapirmasdan. Voy. Sen menga gapiryapsanmi? Yo, men tanimadingmi kimligimni? Bezrayib o'tirishini qara. Tavba qildim. Tushunmadim. Nima munosabat, nima muomala? Meni tanimadingmi kimligimni? Kechirasiz. Siz kimsiz? Sen meni rostdan tanimadingmi? Tushunmadim. Aktrisaku tanimadingizmi? Iltimos, restoranni bo'shatib qo'ying. Voy, ofitsiant. Haddidan oshibdi-yu. Hey, boshlig'i chaqirib yuboring. Men boshlig'iman. Nima? Chiqib ketinglar dedim sizlarga. Voy. Qani? Shartmas puli to'landi. otam otam jon otam so'zlari darmon otam bilganlar der bu odam eng yaxshi inson otam 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 jon otam so'zlari farmon otam bo'ling sog' omon otam har dam har zamon otam duoyingiz baxtimiz bizning tillo taxtimiz quvonaylik Makka tiloda sizni ko'rgan vaqtimiz sizni ko'rgan vaqtimiz otam otam jon otam so'zlari darmon otam bilganlar der bu odam eng yaxshi inson otam 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 jon otam so'zlari farmon otam bilganlar der bu odam eng yaxshi inson otam Dada. Ha, dada. Bu narsa kerakmi? Men seni yaxshi ko'raman, bolam. Bu gaplaringizni menga hech qachon aytmagansiz. Men sizni juda ham qattiq yaxshi ko'rishimni aytganmanmi? Yo'q. Aytgan bo'lsang ham men eslolmayapman. Hech narsa esingizda yo'qmi? Esimda qoladigan narsa faqat bo'shliq. Oh, dada. Hech narsani eslolmayapman. Hamma yoq oppoq. Tuman. Dada. Kelinim qani? Ketdi dada. Qo'yavering. Kelmasa ham mayli. Balkim meni deb ketib qolgandir. Balkim men uni dilini ranjitgandirman. Yo'q dada. Siz aybdormisiz. Yur.
kelinimni olib kelamiz. Yur. Duoyingiz baxtimiz, bizning tilo taxtimiz. Quvonaylik Makka tiloda, sizni ko'rgan vaqtimiz, sizni ko'rgan vaqtimiz. Otam, otam, jon otam, so'zlari darmon otam. Bilganlar der bu odam eng yaxshi inson otam. Otam, otam, jon otam, so'zlari farmon otam. Bo'ling sog' omon otam, har dam har zamon otam. Lutfullaga men uchun 26 yil taxminan Alimardon To'rayev bo'lib keldilar. 26 yildan keyin jiyanlari bizga kelin bo'ldi. Shundan boshlab Lutfulla barcha oilaviy tadbirlarda boshqalarda birga bo'ladi. Juda suhbatga beriluvchan bir yaxshi insonlar. Shular bilan xanafas bo'lganimdan baxtiyorman. Sog' bo'ling. Ustoz yoningizda kitob turibdi. Lutfulla akamda, Xayrli akamda yodgorlarda teatr san'atiga bo'lgan havasni tog'alari shu Shamsiddin Sharafuddinov Xurshid uyg'otgan bilaman. U kishi o'lkamizda teatrga asos solganlardan biri, Navoiyni sahnanosini yaratgan inson. Segoh, Ushoq, Girya, Mustaqzot, Navolar shu kishining qalamiga mansub. Shunda buni davralarni orzu qilib, kutib yozgan misralarni o'qib bermoqchiman. Toling uyg'ongusi Xurshid, anga yo'qdir gumon, har qaro tun so'ngidan tong chiqdi, tong otdi chiqdi oftob deb yozganlar. Ana shunaqa qilib bir o'tib ketgan inson, yosh o'tib ketganlar. Endi Lutfulla akam keladigan bo'lsak, men 89-90-yillarda O'zbekiston madaniyat jamg'armasida ishlardim. Har xil tadbirlarni o'tkazib yurgan paytimiz, Kamolot, Qiziqchi, Nafosat shunga o'xshagan konkurslarni o'tkazib yurgan. Bularni yaripanma iboralarimni aytganda qo'sh kabutarlarni olib boruvchi qilib taklif qilganman. Juda chiroyli olib borishardi tadbirlarni. Xalq bilan nihoyatda muloqot zo'r bo'lardi. Bir masala ko'ndalang kelib qoldi o'sha kezlari. Lutfulla akamning 50 yoshlari-yu, bularni qo'sh yubileylarni o'tkazish masalasi. Men bir taklif tashladim. Keling shu Xalqlar do'stligi saroyida bir o'tkazsak desam, qaydam bu ruxsat berisharmikan? Men aytdimki, badiiy tomonni siz o'zingizga oling, tashkiliy tomonlarni men o'zimga olaman deb rahbariyati bilan gaplashib, xullas ko'ndirdikda, mana men degan ko'zga ko'ringan eski xalq artistlar, boshqa xalq artistlarni birontasi hali yubiley o'tmagan edi. Bularni yubiley o'sha yerda juda chiroyli o'tdi. Endi men o'sha guruhni direktor bo'lganim uchun endi iqtisod tomonini ham o'ylashim kerak. Kassaga kirib bordim. Nima bo'lyapti biletlar sotilishi deb surishtirsam, qattiq bir ovozli kelyapti. Qarasam, ikkita mahallaning raisi qolgan biletni talashyapti. Men olaman deb. Qo'yingchi, yonimda papkamda ankirning bilet bor edi, masalan to'g'ri hal qildimda, juda katta bir anshlag bilan chiroyli yaxshi o'tdi tadbir. Lutfulla akam bir paytda Motoroller minib yurardilar. O'rtada hozirgi Mizrab to'g'risida magazin bo'lardi. Ular buzilib ketdi, o'sha yerda ishlardilar. Yoshim katta bo'lib qolgandan keyin juda yaqin bo'lib qoldik. Kitob yozishni boshladilar Lutfulla akam. Har kitoblarni qo'l yozmasini menga ko'rsatdi, o'qib berardilar. Dastxat yozib, 4 kitoblarni menga berganlar. Esimdan chiqmaydi, olib qo'yimman. Vaqtim bordi, yana qayta o'qib chiqyapman. Asosiy o'quvchilar siz bo'lgan ekansiz-da, Ergash aka?
Menga yodgorlik bo'lib qo'ygan o'sha. Yashang. Rahmat. Asosiy muharrir siz bo'lgan ekansiz. Dodamni eng sevimli nabiralaridan bittasi edi. Boshqalar hozir ashka kelib ketdi-ku endi. Ya, mayli, kelaversin. Ismim Habibulloh. Dodamda bitta narsaga juda ham qoyil qolardim. Hozir ko'pchilikning gapligini eshitdim, boshqa qildimda. Ko'pchiligi yaxshilik qilib, qarang. 83 yoshgacha o'zlarini o'zlari eplab yurdilar-da. Mashallah. Bu aytmoqchi bo'lganim kimdir pensiyaga chiqqandan keyin bo'ldi, pensiyasini kutadi, boshqa bo'ladi. Yo'q, dodamda shijoat juda kuchli edi. 83 yoshda ham har bitta narsani rejalab, puxta o'ylab, bir haftadan keyin yurishimiz bor, qayergadir borishimiz kerak. 8da kelib meni olib ketasan derdilar. O'sha kuni 3 kundan keyin men esimdan chiqib qoladi-da, reja qilgan ishim. Bir haftadan keyin onam eslatardilar, yo'q, dodam o'zlari bir kun oldin qo'ng'iroq qilardilar. 3 minut kech qolsam, eshik tagiga chiqib kutib turardilar. Qish bo'ladimi, yoz bo'ladimi, yomg'ir bo'ladimi, kutib turardilar-da. 3 minut kech qolding, men seni kutib turibman. Kirib o'tirsam ham bo'lardi. Lekin boshqa unaqa kech qolmagan. Yoqtirmasdilar. Reja bilan har bitta narsani puxta. Rejali inson bo'lgan. Mo'ljallagan ishlari, rejalari eslaridan tushib qolmasdi. Qarichilik alomatlari yo'q edi. Aytayotganimdek, bu havas qilaman, xuddi shu bobomga o'xshab shijoatimiz uzoq umr ko'rib, shunaqa shijoatli bo'lib, shunaqa hammaga yaxshilik qilib, Alloh meni yuqtirdiki, 83 yoshgacha meni muqaddas aytibdi. Shu kitob yozdilar, o'zlarini bu ichida to'qima yo'q, hammasi bo'lgan holatlar. Shuni muxlislar, misol uchun sotib olgan muxlislarning pulini yig'ib, kitobni mashina olib berib, shunga guvoh bo'lganmanki, uyda qanchadir kitob Gulchehra shuncha kitob chiqarib qo'yganman, tayyor. Bu seni umringni oxirigacha seni boqadi. Buni tashab qo'yma faqat degan joylarigacha bo'lganda. Muqaddasxon, biz darddoshmiz. Lekin sizlar mendan baxtli insonsizlar. Chunki men 4 yoshda bo'lganman, otamni deyarli eslay olmayman. Qani edi? Men sizlar baxtlisizlar deganim sababi sizlar ko'rgansizlar. Men shu otam haqida gap ketsa, to'g'risini aytsam, hissiyotlarim jilovlay olmayman. Odamlar aytadi, nimaga xafa bo'lasiz? Otangiz mana 82 ga chiqib olamdan o'tibdilar. Odamlarni otasi bevaqt olamdan o'tib ketadi. Siz birga yashagansiz-ku shuncha vaqt. Baribir men uchun kam. Ham kenja farzand bo'lganim uchunmi, 50 yoshlarda tug'ilganim uchunmi? Men kam yashaganman, birga bo'lganman deyman. Men uchun dunyodagi eng ideal ota edilar. Ichimda gaplarim ko'p, lekin hozir men hissiyotim ko'proq ustunlik qilyapti. Har doim faqat bizga yaxshilikni ravo ko'rardilar. Ko'nglimizdan nima o'tsa shuni bizga berishga harakat qilardilar. Hech qachon sharoitim yo'q, imkonim yo'q, nima so'rab olsam mendan qilib bera olmayman shuni bolam deb aytmaganlar. Bizda ham har xil vaziyat bo'lgan oilamizda. Endi buni voyaga yetgandan keyin, katta bo'lib, aqlimni taniganimdan keyin bilganman. Lekin yosh paytimda ko'p narsani so'ragan paytlarimda ham hech qachon yo'q demaganlar. Sharoitlari yo'q bo'lganda ham bo'ldi qizim qilib beraman deb, nima qilsam shu qizimga shu aytganini qilib bera olaman deb o'ylaganlar. Hattoki kitoblar yozib, kitoblarni nashridan men orzu qilgan mashinalarni sovg'a qilib berganlar. Menimcha o'ylayman, shu orzularim sabab bo'lgan shu kitoblarni ham yozishga. Shu orzularim, shu mashinani xohlamayman, adajon, menga ham shunaqa mashina olib berayman o'ylaganman, pullari ko'p deb o'ylaganman-da, lekin u paytda adam pensiyada bo'lgan paytlar ekan. O'ylamaganman adamni ortiqcha keladigan daromadlari joyi yo'q deb, mashina xohlamayman desam, xo'p bo'ladi deb va onam bilan o'zlarini muhabbat qissalarini yozib, shu kitobni nashrlardan mashinalar olib berganlar. Xullas, har doim biz uchun ideal ota bo'lganlar. Balki ich-ichimdan juda ham xohlaganim uchun, otamga o'xshagan inson meni turmush o'rtog'im bo'lishini juda ham niyat qilganim uchun shunaqa turmush o'rtog'i niyat qildimkin balki. Shunga ham Yaratganga shukr etaman. Sog' bo'ling. Bu men otayman.
shayx Sa'diy Sheroziy 4 ta misrasini xuddi Lutful akamga bag'ishlaganday yozgan ekanda, shuni hozir yodimga tushdi. Yodingdami? Sen tug'ilgan on barcha giryon edi. Sen kelding xandon. Shunday yashadingki, ketar chog'ingda hamma giryon qoldi. Sen ketding xandon. Oxiratlari obod bo'lsin, qolganlarning umri uzoq bo'lsin, bolalarimning umri uzoq bo'lsin. Lutful akaga bergan baxtni Allohim sizlarga ham bersin. Dunyo turincha turinglar. Rahmat hammaga kelganingiz. Azizlar, shunday bir insonlar bor. Tom kitob yozishadi, lekin ularning satrlarini yosh avlod birortasi bilmaydi. Shunday aktyorlar bor, butun umri davomida sahnadan tushmaydi, lekin uni kimligini yoshlar bilishmaydi. Lekin qancha yashasada, tirik chog'ida o'zidan haykal qo'ygan insonlar bor-da. Biz bularni e'tirof etamiz. Hali hanuzgacha Alimardon To'rayev nomi ostida hozirga qadar xalqimizning mehrini qozongan va butun umri davomida shu xalqqa xizmat qilgan, xolis xizmat qilgan O'zbekiston xalq artisti, barchamizning suyukligimiz, betakrorimiz Lutfulla Sa'dullayevni bugun shirin xotiralar bilan xotirladik. Biz o'ylaymizki, bugun bizni tomosha qilgan muxlislar ham, ularni sog'ingan aynan muxlislari ham Alimardon To'rayevning qo'shiqlarini eshitib, yana bir marotaba betakror san'atkorimiz Lutfulla Sa'dullayevni xotirlashdi. Yillar o'tadi, zamonlar o'tadi. Albatta, bizni san'atsevar xalqimiz bu insonning nomini hech qachon yodidan chiqazmaydi. Chunki har doimgi aytadigan o'sha gapimiz bor. Xalq uchun, millat uchun misqoldek mehnati singan insonlarni hech qachon unutib bo'lmaydi. Chunki unutmoq oson emas ularni, azizlar.